Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Mana otim Ulug'bek. Familiyam Zununov qolgan qo'ydi. Karachi qolgan shu ko'rsataman. Modelka mashina yig'adigan odamman. Ishqibozchiligimni yana kichkina mashinalarga qo'shimcha o'ynab o'tiraman. Kech payt. Shu an maqtanish maqsadida YouTube'ga qo'ymoqchiman. Maqtanaman. Ko'ringlar. Bitta har kuni iloji boricha. O'zimcha dekoratsiyalar qilib qo'ydim. Ha, endi hali olishni bilmayman. O'zimchalik любительский syomka deb o'ylayverasizlar. Professionalniy ishqibozchiligim yo'q desa ham bo'ladi, yo'q desa ham bo'ladi. Hatto ishqiboz bo'lsa kerak, ishqibozdirman. Xullas kalom. Qo'limdan kelgancha o'ynaman, mashina ham qo'limdan kelgancha ko'rsatyapman. Hazillashdan maqtanish degan to'g'ri tushunmaydi. O'g'illar bilan shunaqa hazillashaman. 1 minutga bo'lmasligiga harakat qilaman demoqchi edim, 1 minutdan oshib ketdi. Mayli. 2 minut qilishga harakat qilamiz. Tarashini qaranglar. Keyingi va'da beraman tozaroq qilishga. Isqirtib o'yayotgan ekan labi o'ylarim men tubretga o'zim changi ekan. Tubretga va xodullama to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xodulla o'zim ofisimda. Avomman. Tog'aynim olgan deb qo'ymadi. Ana avomman. Qo'limdan kelgancha inshaalloh. Allohim qo'ygan. Mana. Mana ishqibozman, prosta o'ynayman. Mana. Xullas kalom shu. Bu podullaman. Mana ertaga boshqa ko'rsatishga harakat qilaman.